Avarinni signalidagi 4-choraqiga yetmasdan yengil avtomobillarga parallelniy parkovka mashig'i bor. Ko'pchilik shu mashig'ni ham tashlab ketyapti. Ehtiyot bo'lib, chiziqqa 30 sent oralig'i bilan to'xtaysizlar. Burchak ko'ringanda to'xtab, zadniga olib, rollarni to'liq burab olasizlar. Parkovka tomonga ko'pchilik qayerga burashishda adashadi. Parkovka tomonga burab, toki burchak ko'ringuncha yurasizlar. Rollarni orqaga qaytarasizlar-da. Ikkita 1,5 оборот deyiladi. Qaytarasizlar, orqa g'ildiragini uzuq-uzuqqa kelganda shu holatda polni rolni chapga burang. Orqa g'ildiragingiz jicha chiziqdan o'tib ketib qoldi. Endi o'ng bakoga qarang. Mana shu eng strashniy holat. Sizlar 100 ball jarima berishi mumkin bo'lgan xato mana shu. Stop, to'xtang. Mana shu holatda oldiga olib chiqib keting. Yondagi sariq chizig'i bosib qo'yadi. Chala bajaring 20 ball minus. Burilish chirog'ini yoqib oling. Imtihonda shu chiziqqa kelganda yo'q burashingiz kerak, o'shanda zo'r tushadi.